tartibsiz desa ham bo'ladi. Men uyda unaqacha ish qilmayman. Chunki ish qilsam, o'zimning ishim qolib ketadi. O'shaning uchun o'zim biznes trenerimga borganimda menga bitta zo'r layfhak aytganlar. 1 soatingni necha pul hisoblab chiq deganlar. 1 soating necha pul bo'ladi deganlar. O'sha 1 soatingni kim arzonroq qila oladi? Sani vaqtingga nisbatan arzonroq qila oladi. O'sha arzonroq qila oladigan odamni yo'llagan. Bunday olib qarasam, ertalabdan kechgacha ish qilsam, bo'ldi 6 soat vaqtim ketar ekan. Uy ishi. Uy ishi. Uyda asosan qiladigan ishim dazmolda, chunki majburman uni qilishga. O'shaning uchun men tozalovchi yollaganman. Ovqat qilaman, idishlarni yuvib qo'yaman, oshxonani yig'ishtirib qo'yaman. Shunaqa ko'zga ko'ringan, yoyilgan ishlarni qilaman. Pilisos, pol, chang, kirni ham godi yuvaman, godi u yuvadi. Asosiy ishlarni u qiladi.